Izimizga tushgandir hali. Bu yerda ko'p o'tirmasligimiz kerak.
Otni nima qilamiz endi? Bob, hozir seni bolivaringga mingashib olaman. Ot bo'lsa topilib qolar, duch kelganini tortib olamiz. Rosa omadimiz kelgan ekan, birodar. Ovimizni yurganini qara. 30 mingga, 30 ming. Har qaysimizga 15 mingdan alavay. bog' bo'lar devdim. Bolivarim juda holdan toydi. Jironing oyog'ini sindirib qo'ygani chakki o'ldi-da, Bob. Chakki bo'lganda qandoq? Ammo ilojimiz qancha, birodar? Bolivaringga mingashib ketaveramanda. Attang. Odam hayron bo'larkan. Sen sharqdansan, bu yer senga yot. Biz shu yerlik bo'lib turib, seni paytovonga arzimaymiz-a? Men qara, qaysi shtatdansan o'zi? Qaysi shtatdansan deyapman? Nyu-York shtatidan. Nyu-York? G'arbga men tasodifan kelib qolganman. Qo'limga tugunchamni olib bir kun qarasang, Nyu-Yorkka bormoqchi bo'ldim. Umuman, borsam pulni qazondek supurib olaman deb o'yladim. Miyamda azaldan shu narsa joylashib qolgan ekan. Chorrahaga yetib bordim-u, bu yog'iga hayron bo'lib qoldim. Yarim soatcha o'ylab turdim-da, birdan chap tomonga burildim. Keyin qarabsanki, shu yerga kelib qolman. Yaxshi qilibsan. Poplabsan. Ko'pincha men agar boshqa yo'lni tanlaganimda holim nima kechar deb o'ylayman. Menimcha baribir shunday bo'lardi. Gap biz tanlaydigan hayot yo'lida emas. Aksincha bizni ichki hissiyotimiz bizni yo'l tanlashga majbur etadi, birodar. Ha? Ming afsuski, Bob Jironing oyog'ini sindirib qo'ydi. Men ham achinaman. Juda yaxshi ot edi. Lekin seni oting bor-ku. Qani, bu yerdan tezroq jo'nab qolaylik. Esingni yedingmi? Hazilni qo'ysangchi. Jo'naylik endi. Qimirlama. Qimir etsang o'lasan. Shu yerdan siljimaysan, Bob. Men uchun albatta juda ko'ngilsiz bu hol. Ammo otga bir kishi minadi. Bolivar holdan toydi. Ikkovimizni ko'tara olmaydi. Biz 3 yildan beri qalin o'rtoq edik, Akolla Dodson. Necha marta xatarli ishlarga borgandik. Sen bilan doimo halol do'st edim, seni odam deb o'ylardim. Qandaydir qing'ir ish qilib bekorga ikkita begunoh kishini o'ldirgan ekansan, lekin ishonmadim. Jironing o'lib qolganiga qanchalik achinayotganimga ishonmaysan-da, Bob. Agar shu hazil bo'lsa, to'pponchani bekitib qo'y. Ota degan bo'lsang, qani ota qol ko'ngli qora. Zaharli ilon. Bolivarga og'irlik qiladi ikki kishi.
Peabody. Xiyol mizg'inman shekilli. Ha, ser. Ajoyib tush ko'rayotgan ekanman. Xo'sh, nima gap Peabody? Mister Uilyams kutyapti, ser. Aksiyalarni qaytib bermoqchi. Bir vaqtlar kasadga uchravdi. Esingizda bormi? Ha, esimda. Hozir qanchadan sotishyapti uni? 275, ser. Unga ham shunaqda haq to'lashimiz kerak. Affeting, ser. Bu sizni qadrdon do'stingiz emish-ku. Siz bilan gaplashmoqchi bo'lyapti. U shu yerda. Mayli, kira qolsin. Xo'p bo'ladi, ser. Williams. Menga qara, Dodson. Biz sen bilan eskidan tanishmiz. Necha marta yordam qilgandim. Shunday bo'lishidan afsuslanaman. Hamma aksiyalarni yig'ib olding. Menimcha seni albatta esingda bo'lsa kerak. Senga ularni 98 dan sotgan edim. Ha? Esimda bor. 98 dan. Bilasanmi, Dodson? Hozirgi bahoda ularni sendan qaytarib olsam, xonavayron bo'laman. Unda o'laman. O'tinaman. Menga yo'q dema. Men uchun juda ko'ngilsiz bu hol. Ammo sen bugungi narx-navoda hisoblashing kerak. 1.85. Bolivarga og'irlik qiladi. 2 kishi.
Kıvırlamayın. Kıvırlamayın. Qo'lingizni ko'taring. Chap qo'lingizni ham ko'taring. Balki u qo'lingizda qurolingiz bordir. Birdan ikkigacha sana olasizmi? Qani, tez bo'ling. Chap qo'limni ko'tara olmayman. Nima qiyonga? Bodim bor. Yelkamda.
Qattiq og'rir. Burun qattiq og'rirdi. Hozir o'qtin og'riydi. Nega gapingizni bilmaysiz? Bu yerga o'g'irlikka kelgan bo'lsangiz, olib ketavering. Ana bor yo'g'im ustoz ustida. Meni afv etasiz. Omatingiz bor ekan. Biz ikkimiz hamdard ekanmiz. Meni ham chap qo'limda. Boshqa o'g'ri bo'lganda biqiningizdan darch ochib qo'yardi. Bas panjangizni ko'tarmaganingiz uchun. Marhamat qilib ayting-chi, ko'pdan kasalmisiz? 5 yil bo'ldi. Dardi bedavo narsa ekan. Changalga ilinib qoldingmi, tamom. Hech ham qo'yvormaydi. Yaxshi. Chinqiroq ilonni moyini surib ko'rmadingizmi? Balonlab surdim. Agar men yog'ini olgan ilonlarni bir-biriga ulansa, yerdan oygacha 8 marta bemalol borib kelish mumkin. Ba'zilar kizil mahab dorisini ham yutishar ekan. Beman narsa. 5 oy muddatli yudim mana o'sha zahar. Ammo Finkelstein ekstraktidan ichganimda Finkelhead deng. Finkelhead. Keyin orin bosuvchi Potovni pulverizatorini ishlatgandim. Xiyol og'riq so'yganday bo'ldi. O'zimga qolsa, chap qo'ltig'imda olib yurgan ot yo'lidan shifo topdim deyman. Bodingiz qachon zo'rayadi? Ertalabmi yoki kechasimi? Kechasi. Aynoviga chiqamdi. Tushiravering qo'lingizni. Men qarang. Siz sinab ko'rmadingizmi? Haligi oti hozir. Mana. Blacker Staffning qon tozalovchisi. Sinab ko'rganmiz? Blacker Staffosning. Bilasizmi? Sinab ko'rmagan ekanman. Hattang. Sinab ko'rmabman. Aytingchi, sizniki doim sirqiraydimi yo o'qtin-o'qtinmi? O'qtin. Kutmaganda tutib qoladi la'nat. Baland qavatlardan voz kechishga to'g'ri keldi. 1-2 marta yarim yilda tutib qolsa bo'ladi. Tasavvur qilyapman. Gap o'g'il bolasini tiyim qani? Doktorlar bot kasaliga hech ham tushunmas ekan. Men ham shu fikrdaman. $1000 pulim ketdi, lekin hech foydasi. Sekin. Qo'lingiz shishadimi? Ha. Ertaliklari. Lekin yomg'ir oldidan hech ham chidab bo'lmaydi. Menda ham shunaqa. Xuddi shunaqa. Sizda qanday bo'lsa, menda ham shunaqa. Shu desangiz, Florida tomondan bir parchagina bulut chidab qolsa bormi? Buni qarangki, o'shani ham sezaman, ha? Agar Portiy teatrda botqoqliq tomonlar degan bironta tomosha qo'yilayotgan bo'lsa-yu, men shu teatr yonidan o'tib qolsam, shuni namligi ham yelkamga changal soladi-yu, xuddi tish sug'urayotgandek siltab tortaveradi. Hech nima kor qilmaydi. Turgan bitgan azob. Azob. Men qarang, birodar. Siz mabodo qaraga ignasidan qilingan moydan surtib ko'rganmisiz? Bu moy ham, moy yog'i ham hammasi bir go'r. Bu to'g'ri.
kichkina bolani o'sha barmog'ini mushuk timdalaganda surtsa bo'ladi u maymun. Gap po'stkallasi, holimiz xarob. Gapingiz to'g'ri. Yolg'iz bir narsani foydasi tegadi bizga. Nima, malham qizir bosishni aytmoqchimisiz? Ha, Avliyo Ignat yong'og'imi? Unda haligi Paydan o'taversin. Ha? Men qarang oshnam. Siz ranjimang mendan. Mana o'shgan parvo qilmang. Undan ko'ra qanotlaning. Borib bo'ri tortamiz, ha? Ya, qiziq bo'ldi-da. Gapni rosti bir haftadan beri o'zim kiyinolmaydigan bo'lib qolganman. Bilasizmi, Tomas ham uxlab qolgan bo'lsa kerak. Parvo qilmang. O'zim kiyintirib qo'yaman sizni. Ha? Qiziq, g'oyatda g'ayri tabiiy hodisa bo'lyapti. Men axir Bu ko'ylak siznikimi? ha, meniki. Aytganday bir odam aytuvdi. 2 hafta surunkasiga 11 moy bilan ishlatgan ekan. Keyin gavsini o'zi bog'laydigan bo'lib qopti bemalol. Oz bo'lsa putsiz ketar ekanman. Ustol ustida qora uribdi-ya. Mayli, bo'ldi, yuring endi. Men Qanday ekan? Aytingchi menga. Cho'chqa bolasini siydigini sinab ko'rmaganmisiz? Cho'chqa bolasini? Ha? Ajabo. Bilasizmi? Bir kun Senmisan? Ishlar qalaysam? Ikkalamiz jamg'argan pul qanchaligini bilarsan? $500. Afsuski. Shu $500 bilan pichoqqa ilinadigan Yo'q. G'arbiy elnosda ish qilaman deydigan bo'lsang eng kamida $2000 kerak. ha? Xo'sh, qayoqda olasan? Bor.
juda ajoyib bir fikr tug'ildi. 2000 dollarni qurtaq qilib qo'lga tushiramiz. Bankani uramizmi? Yap. Yo'lovchilarni tunaymizmi? Menga qarab, bil, shu sang'ib yurish jonga tegdi. Gaplarimga yaxshilab quloq sol. Bolajonlik. Bolajonlik. Juda taraqqiy etgan bu qishloqnamo shaharda. Tushundingmi? Yo'q. Bola o'g'irlab sotamiz. Ha. Sem. Faras qilaver. Pul cho'ntagimizda. Bunaqa ish bilan hech shug'ullanmagan edim. Ammo mayli tavakkal. Qo'rqma, xamirdan qil sug'urgandek oppa oson. Bu yerda sanqillab o'tirganingda tappa taqtib qo'ydim. Gapimni yaxshilab eshitib ol. Men eng badavlat kishining yolg'iz o'g'lini ko'z ostimga olib qo'ydim. U kishining ismi Ebenezer Dorset. Bo'pti, o'g'li uchun 2000 dollarni cho'zib qo'yadi hali. Kamiga ko'nmaymiz. Gapimni bo'lma. Erta bilan narigi qishloqqa borib arava yollaymiz. Dorisning uyi shahar chekkasida. Qiyomdan keyin boramiz u qimmatli farzandni olib qochib g'orga yashirib qo'yamiz. Bolangizni sotib oling deb otasiga maktub yozamiz. Pulni biz olamiz. Farzandasi uyga qaytib ketadi. Biz esa G'arbiy Illinoisga to'ppa-to'g'ri ravona bo'lamiz. Voy sen juda ham ustasi parang makkorlik ekansan. Men tayyor. Mana 2000 dollar ham oyog'imiz ostidan chiqdi. Hozir bir zumda qo'lga kiritamiz. Ey bola! Loyimroq. Rosa aytasan. Hey bola! Obaki dondondan yeb, bizni aravada aylanib kelishni xohlamaysanmi? Ha? Oho. Zarari yo'q. Dorset pochcham yana 500 dollar qo'shimcha haq to'laydigan bo'ldilar.
Bolani g'orga olib bor. Men aravani yeltib beraman. Qochib ketsa-chi? Yo'q, qochmaydi. Hey bola! Hey bola! Bola! Ey bola! Hey bola! Hoy bola! Yo'q. Ana. Sizlar o'rmonda yashaysizlarmi? O'rmonda yashaymiz, o'rmonda. Qo'rqitma bolani, muloyimroq. O'rmonda yashaymiz. Bu yerda hindilar bormi? Nima? Hindilar. Yo'q. Hindilar bu yerda yo'q. Sen qo'rqma bola. Kechamda o'zim hindilar sarkardasiman-ku. Ko'rib qo'y. Chalg'itib tur, tez bo'l. To'xta! Yorima so'qbadan. Hindilar sarkardasining qarorgohiga qadam qo'ygani qanday haddaysiqdi? Puh! Senmisan ajjar ko'z? Qali men azamat navkarlarim safardan qaytib kelishganda seni kabob qilamiz. Gulxanda, qani kir dema g'orga. Jo'na, tayyorgarligingni ko'raver. Jo'na! Xo'sh, ishlar qalay? Durust. Biz hindi o'ylayapmiz. Men keksa ovchi Henkman. Hindlar sarkardasini asiri. Tong otganda boshini terisini shirisharmish. Seni bo'lsa, eshimcha siqqa tortib qo'yib qilarmish. O, judayam balo ekanda bu zumrashak. Hindlar sarkardasi. Dasturxonga marhabo. Bu yer menga juda ham yoqdi. Hech qachon o'rmonda yashamagandim. Uyimizda 5 ta kuchuk bolasi bor edi. Qen, nimaga burnish olganga o'xshaydi? Chunki bu holiga Jim, sekinroq birodar. Oqtanlilarni ayg'oqchisi kelayotganga o'xshaydi.
Mayli qo'y. O'g'lim yuraversin. Bola-da. Bola ekan. Omadimiz yurgan ekanda. Bo'lmasa-chi. Qalay ayroqchilar? Xotirjam bo'l. Qiziq, nimaga piksillar soqqiga o'xshaydi? Nimaga teshikda kishi nima bo'lmaydi? Yomon ko'raman qizlarni. Dadamning sandig'ida puli juda ham ko'p. Shamol nimaga esadi? Daraxtlar chayqalgani uchun. Menga qara, hindlar sarkardasi. Xohlaysanmi uyingga borishni? Qo'ysangchi, nima bor ekan o'sha uyda? Uyimizda juda ham zerikib ketaman. Maktabga borishni ham yomon ko'raman. Menga shu yer yoqib qoldi. O'rmon. Menga qara. Uyimga borib qo'ymaysanmi tag'in? Hali biz ketmaymiz. Biz shu yerda yashaymiz, o'rmonda. Barakalla! Qoyilman! Bu nima? Sekin birodar. Agar sen hozirroq yotmasang, ertaga nima? Yot deyman.
Kalli sağlab turibsan sen. Negadir yelkam sirqirayapti. Birpas turib o'tirsam, so'lib qolarman dedim. Yolg'on aytasan. Qo'rqyapsan. Seni siqqa tortib qavob qilaman deganida. Ana shundan qo'rqyapsan. Qo'ysangchi shuni. Agar gugurt topsa, seni qavob qilardi. Rostdanmi? Sen bu tirranchi uchun juda ham ko'p so'rab yubormadingmi-kan, ha? Hech ko'p emas. Rostlikmi? Ha. Shak shubhasiz. Mana shunaqangi bezorilarni ota-onasi yaxshi ko'radi. Hay, borib hindilar sarkardasiga qara. Nonushta tayyorlanglar, dam olinglar. Men darrov xabar olib kelaman. Voy bu. Sen bu safar xabar olganda men bora qolay, ha? Yo'q. O'zim boraveraman. Sen xavotir olma mendan oshna. Ha, yaxshi. Hordiq chiqaring. Men ketdim.
Nima qil? Qoshni ber bu yoqqa.
Shoshmay tur hali. Kendilar sarkardasini urib, o'zi kalta yemay qolgan. Bitta ham odam yo'q. Endi mendan ko'rasan. Yana nima baloni boshlamoqchi bu Zibrasha? Sen nima deysan, sen uyiga qochib ketmasmikin, ha? Qo'rqma. Sen aytgan uy bolasiga o'xshamaydi. Yotib qolgandir deb o'ylashi mumkin. Qarni bo'lganda ham bugun tipirchilab qolishadi. Agar sen tag'in shunaqa odobsizlik qiladigan bo'lsang, g'izillatib uyingga olib tashlayman. Xo'sh, gapga quloq solasanmi yo'qmi? Gapimga quloq solasanmi yo'qmi deyapman senga. Faqat hazillashuvdim-da. Qarqayevni xafa qilmoqchi emasdim. Rostda o'z quloqimdan nega tortadi bo'lmasa? Ha. Yaxshi, gapingga quloq solaman, ajdar ko'z. Ish qilib uyimga jo'natmasang bo'lgani. Bugun men razvedkachi bo'lib o'ynasam, maylimi, ha, birodar? Ha? Kim deysan? Razvedkachi. Gapimni eshitib ol. Shaxsan men unaqa o'yinni aslo bilmayman. U yog'ini Mr. Bill bilan o'zaro hal qilaveringlar. Keyin menga qara, yarashib olib bilan borib undan uzr so'rasang nima bir joying kirayib qolarmidi? Ha, yaxshi, yur bo'lmasa. Yarashmasa uyingga olib borib tashlayman. Keyin yaxshi bo'lmaydi daxil. U juda mehribon, oq ko'ngil odam. Sen bo'lsang boyoqishga tosh otib ko'zini chiqarib yuboray deding. Shu ham ish bo'ldi. Meni kechir, keksa Henk. Seni xafa qilmoqchi emasdim. Ha, rost aytdi, rostdan. Qani, qo'l berib yarashinglar. Qani? Ha, barakalla. Endi borib o'yna, ozodli bo'l. Borib g'arozini qo'riqlayman. Maylimi? Ha, yaxshi qilasan, qo'riqlayver. Qo'riqlayver deb do'stim, qo'riqlayver. Bo'ldi. Hozir Dorsetga o'g'ilchasi uchun pul talab qilib, boplab noma yozamiz. Ebenezer Dorset. Esquire.
pulni 2000 dollar emas, 1,5 ming so'ra. Qaysi esi bor odam ana bu sepkil bosgan yovvoyi mushuk uchun 2000 to'lashga rozi bo'ladi deb o'ylaysan? 1,5 ming yera qolsin. Mayli, tafovutini meni hisobga yozib qo'yaman. Sen menga yo'ldimi? Yaxshi, mayli 1,5 bo'la qolsin. Rahmat. Sen meni qadrdon do'stimsan-da. Mana. Quloq sol. Ebenezer Dorset Esquire'ga. Xavotir olmang, o'g'lingizni bexavotir joyga yashirib qo'yganmiz. Agar siz quyida zikr etilgan so'nggi va yagona shartimizga ko'nsangiz, o'g'lingizni ko'rishga musharraf bo'lg'aysiz. Bu yoqni yaxshilab eshit. Bizga 2000 dollar berursiz, evaziga o'g'lingizni qaytarib olursiz. 1,5 ming deyver. Ha, to'g'ri, 1,5 ming dollar. 1,5 ming dollar. Agar ushbu shartimizga rozi bo'lsangiz, bugun kechqurun soat 5:30 da bizga yozma javob yozib qoldirishingizni iltimos qilamizki, keyinchalik aynan shu xat qoldirilgan yerga 2000 dollar ham qo'yacaksiniz. 1,5 ming dollar dedim. Meni kechir do'stim, 1,5 ming dollar. U maktubni Balandtepa orqasidagi Chashma yo'lidagi qurilgan archa tagiga olib borasiz-da. Mana shu 2 oylik bombani o'g'irlamasdan oldin Azraildan ham qo'rqmasdim. Rosa tobomga tayyortirdi-da. Yaxshi, tashvish qilmang. Sen meni bu trachaga tashlab xayolib qolmaysan-a? Yo'q, darrov qaytib kelaman. Bu qaytib kelgunimcha nima qilsang ham bolani ko'ngliga qara, uni hech xafa qilma. Xo'p, mayli, yaxshi. Yana bir urinib ko'raman. Ajdarko'z, yo'g'imda razvedkachi bo'lib o'ynasang mayli devding-ku. Esingdami? Ha, albatta o'ynayver. Mana Mr. Bill sen bilan o'ynaydi. Qanaqa o'ynagan o'zi? Qanaqa o'yin o'zi? Razvedka o'yini. Mekindilar kelayotganini, odamlarga xabar qilgani, zastavaga borishim kerak. Hadi kindi bo'lib o'ynash joniga tegdi. Endi razvedkachi bo'laman. Ha, yaxshi. Bo'la qol. Nazarimda bu beozor o'yin bo'lsa kerak. Mana Mr. Bill dushman hujumini qaytarishga bajonidil yordam beradi. Nima qilishim kerak o'zi? Nima qilish kerak? Ot bo'lasan. Antot oyoqlab tur. Kechikibman. Qiziqsiz otsiz zastavaga qanaqa yetib boraman bo'lmasa? Ha, to'g'ri. Menimcha tot tuzgan rejamiz amalga oshguncha sen buni zeriktirib qo'ymasliging kerak. Chalg'itib tur. Chalg'itib tur. Zastavang uzoqmi bola? 90 ming. Sen tezroq chopmasang bo'lmaydi, tag'in kechikib o'tirmaylik. Qani cho! Sen! Iloji boricha tezroq qaytib kel. Juda katta haq so'rab, yaxshi qilmadik-da. 1000 dollar ham yetib ortardi-ya. Qani-chi? Bola, nega hadi bu qilimga nuqtaysan? Hali o'rnimdan turib, adabingni shunday berib qo'yayki. Cho deyman. Shaharimiz juda tinch. Yangilik kamdan kam bo'ladi. Yaxshi shahar ekan. Lekin bugun butun shaharimiz tinchuv bo'lib ketdi. Nima bo'ldi? Bilasizmi, hurmatli hamshaharimiz Mr. Ebenezer Dorset
Kim? Ebenezer Dorset. Qani, xush. Menimcha o'g'irlashganmi yoki Hamyoninimi? yo'q, yolg'iz farzandini, o'g'lini. Nima deyapsiz? Attang. Ko'zi qayerda ekan? Prezidentni. Sen meni xoin deb atashing mumkin. Lekin nima qilay chidolmadim. Qani bola? Qani u? Bola ketdi. Jo'natib yubordim. Uyiga ketdi. Rostdanmi? Umiding uzr. Men nima o'pkalamasin. Hech kim hech qachon menchalik bunaqa g'ayritabiiy azoblarga yo'liqqan emas. Men qaroqchilik urf-odatlariga sodiq bo'lib qolishga intildim-u, lekin chidolmadim. Ochig'ini ayt. Nima bo'ldi o'zi? Nima bo'lardi? Men u aytgan 90 mil masofani mukammal bosib o'tdim. Zastavadagilar qutqarganimizdan keyin menga arpa beraman dedi. Arpa deb oldimga qum soldi-ya. Inson bardoshini ham chekib bo'ladi-ku axir. Keyin toqatim toq bo'lib, xippa bo'ldim, pastga sudiray boshladim. Meni yo'lda nuqib tashladi. Mana ko'r. Hamma yoq mamataloq olib ketdi. Ishlagan yerlariga kesak qizdirib bosaman. Lekin uyiga jo'nab ketdi. Uyiga ketdi. Ketdi degan. Chakki o'ldi-da, oladigan o'sha puldan ham ayrildik. Nachora, yo shunday qilish kerak edi, yo jinnixonaga ravona bo'lish kerak edi. Vassalom. Shunaqa degan. Hayot ko'p yaxshi-da. La 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 la. La 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 la. Avlodingda asab kasaliga uchragan hech kim yo'qmidi? Nima? Urug' avlodlaringda asab kasali bilan hech kim og'rimaganmi deyapman. Yo, urug' kasali bilan hech kim og'rimagan. Faqat haligi bezgak qizami bilan og'rishgan xolos. Ha, hech gap emas. Hech gap emas. La 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 la. Nima edi? Yo'q, shunday o'zim hech kim kasal bo'lmagan degan. Yo'q. La 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 la.
qaraqchiga. Gentlemenlar. Bugun men sizlarning tovon to'lash haqidagi maktubingizni oldim. Ammo sizning oldingizga aksil taklif qo'ymoqchiman va aminmanki shu taklifimni rad etmay albatta qabul qilg'aysiz. Qiziq o'xshaydi. Siz uyimga Jonnini olib kelasiz-da, kabinaga $250 pulni naqd sanab berasiz. Men esa Jonnini olib kelasiz-da, kabinaga pulni yebsa, kabinaga pulni naqd sanab beraverasiz. Keyin men Jonnini qo'lingizdan qabul qilib olishga rozi bo'laman. Yarim kechada kelganingiz durust, hozir qo'shnilar uni dom-daraksiz yo'qoldi deb suyunib yurishdi. Shu sababli o'g'limni uyga qaytarib olib kelgan odamni tutib olishsa, men javobgar emasman. Sizga kamol ehtirom bilan Ebenezer Dorset. Qanday hayosizlik. Qulog'im senda. Bill. Sen bizga shu $250 pul o'pdimi? Pulimiz bo'lsa bor. Shu tirrancha bilan yana bir kun turlasam, meni jinnixonadan topasanlar. Nazarimda Mr. Dorset chinakam gentleman ekan. Ham qo'li ochiq tanti yigit ekan. Axir bizga qilayotgan himmatini ko'ryapsanmi? Sen bunday qulay fursatni qo'ldan bermassan, sen. Gapning po'skallasi Bill, menga ham asabimga tegyapti bu noyob dona. Sen, bolasini uyga eltib qo'yamiz. Tovon to'laymiz-da. Bu yerdan uzoqroqqa boshimizni olib ketamiz, sen. Johnny. Shoshma, Johnny. Bilasanmi? Dadang senga kumush naqshli ajoyib miltiq olib keldi. Rostakamini? Rostakamini? Yana bilasanmi, haligi qaytarma aytgan. Rostakammi? Ha. Ertaga hammamiz birga ayg'ovlashga boramiz. Qarxin ham boradimi? Bo'lmasa-chi. Hozir otangni oldiga boramiz. Sizlarnikida tunab, ertalab ovga chiqamiz. Tur. Qadimgiday kuch-quvvatim qolgan emas, lekin 10 minutga ushlab tura olaman. Rahmat.
Ungacha Kanada chegarasiga yetib olamiz. Ha, qani ketdik. Qani ketdik.